Assalomu alaykum barchaga. Kompyuteringlar juda kuchli, ideal ishlab beradi, lekin kompyuteringlarni o'yin o'ynashga sarflab qo'yasizlar. Bunga yechim qilib sizlarga 3ds Max dasturidan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Ham kasb o'rganasizlar, ham maza qilib xudo xolis interyer chizasizlar, vizualizatsiyasini ko'rasizlar, qilgan loyihalarni render qilasizlar. Yo obyekti bor qilib xudo xolisi ishlaysizlar. Shuni sizlarga tavsiya qilaman. Kompyuteringlar unumli ish bilan foydalanadi xudo xolisi. Shunaqa bolalar direktga yozishadi. "Aka, kompyuterim susli qilyapti, kuchsizlik qilyapti, nima qilsam bo'ladi?" deb ishlayman degan qoni qaynagan bolalar bor. Lekin kompyuteri kuchli bo'lib turib 3ds Max dasturida foydalanmayotgan, o'yin o'ynab yurgan insonlar ham juda ko'p uchraydi. Men ham boshimdan bu xatoni o'tkazganman. Shuncha vaqtim deb o'zimda afsus o'tgan. O'shaning uchun sizlarga ham tavsiya qilaman. 3ds Max dasturini o'rganinglar, o'yin o'ynaguncha kuniga 2 soatdan ishlasanglar ham xudo xolisi hayotinglarni boshqa tomonga o'zgartirib olishingizga sababchi bo'lasizlar. YouTube sahifada o'rganmoqchi bo'lganlar uchun to'g'ri yo'nalish topib olish uchun YouTube sahifada video joylaganman. YouTube sahifada bemalol 3ds Max, AutoCAD dasturi, Corona Render barchasidan foydalanish bo'yicha bepul video qo'llanma mavjud xudo xolisi. YouTube sahifaning linki profildan olsanglar bo'ladi. Telegramda 3ds Max dasturini endi o'rganayotganlar, qurilish sohasiga endi kirayotganlar bemalol suhbat uchun chat ochildi Telegramda. Qulay bo'lish uchun 3ds Max dasturida qanaqa muammolar chiqyapti, barchasini yechim qilish maqsadida xudo xolisi Telegramda chatga bemalol qo'shilib olsanglar bo'ladi. Telegram sahifaning linki profilda mavjud xudo xolisi. Bu videoni kompyuteri kuchli bo'lib turib, vaqtini behuda ketkazayotgan tanishlarga bemalol jo'natib, sizlar ham xudo xolisi savob egasiga aylanib qolsanglar bo'ladi.